Assalomu alaykum YouTube kanalımızda podpishchilar, yurtdoshlar. Bugungi ishlarga ko'rsatak ko'chmas mulkimiz El-Xorazmiy ko'chada joylashgan bo'ladi. Yo'lning ustidagi domda 3-etajda 3 xonali kvartira jihozlari bilan. Bu yanımız yine aeroportdan kelaverish yo'limiz bo'ladi, bu yon tarafimiz. Bu yon tarafimiz esa Jaloliddin Manguberdidan kelaverishimiz bo'ladi. Shu o'rtada joylashgan domimizdagi 3 xonali kvartira ijodimizda 3-etajda bo'ladi. Esa do'stlar, yetdik ichalari bilan tanishtiramiz. Görüp özleyiniz. İşanç hasıl klaslar. Acayip domumuz, elit dom. Yolun üstünde, sentrde. Esa gittik, tanıştıramız ichalari bilan. Girib keldik do'stlar, girganimizda shunday prixo'j zonasi bo'ladi. Eshiklarimiz zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Har bir tochka avtomatlardan to'sab o'tilgan. Belirlenen prixo'jkalari. Bu yanda kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyada görüp turgan hamma jihozlarimiz qoladi. Do'stlar. Bu yerda nasiyni qachonlar ham qo'yilgan. Gazdan ega dom. Domimiz. Eshiklarimiz ham bir MDF eshiklardan. Pollarimiz laminat poldan verirler. Bu yerda gostinisi. Gostinisi ham shunday ko'rinishda. Gostinisi ham shunday ko'rinishda bo'ladi. Tak, bir yan tarafımızda spalnimiz. Spalnimiz ham şkafları, duş spalni şkafları, duş spalniları qo'yilgan. Hamma ko'rib turgan jihozlarimiz qoladi. Bir yanda deski komutasi bo'ladi. Deski spalnisi. Bu yerda sanuzeli Aristolara qo'yilgan. Sanuzeli ham shunday ko'rinishda do'stlar. Bu kvartiramızda местоположениесini yine bir aytib o'tamiz. El-Xorazmiy ko'chada bo'ladi. El-Xorazmiy shoh ko'chada. Yo'lning ustidagi domda 3-etajda 3 xonali kvartira. Kimga qiziqarli bo'lsa do'stlar, ekranda nomerlarimiz qoldiramiz. Murojaat etsangiz kelib ko'rsatamiz. Bu o'zlarimizning muxlislarimiz uchun, shu El-Xorazmiy ko'chadan so'ragan muxlislarimiz, podpishchilarimiz uchun bu kvartirani topib inang ko'rsatamiz. Telefon etinglar, kelinglar, ko'ringlar. Ajoyib место, ajoyib tochka, и kvartiram fayzli kvartira. Kimga qiziqarli bo'lsa, nomerlarimiz qo'yamiz, telefon etsangizlar kelib ko'rsatamiz. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.